Assalamu alaikum, hurmatli brifing tinglovchilari. Uzluksiz kasblik rivojlantirish kurslarini zamonaviy pedagogik qatnashlar, ma'lumot kommunikatsiya va innovatsiялық texnologiyalar tekanida shug'ullantiruv masalalari bugungi kunda ayriqcha ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu bag'darda Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagogik shebirlik o'rayida pedagog kadrlarning kasblik kompetensiyalar rivojlantirish, bilimlendirish prosesining natijaligini arttirish ham o'quv saboqlarining sapasını ta'minlauga qaratilgan sistemalı жұмыстар amalga oshirilmoqda. Kurslarning mazmuni amaldagi normativ huquqiy hujjatlarning talablari tekanida qalbleştirilib, zamonaviy bilimlendiruv metodlari ham sog'lom texnologiyalarni kengga yengizuv nazarda tutilgan. O'quv prosesinde interaktiv shinuvlar, amaliy topshirmalar, sho'ybarlov жұмыслары ham araliqdan bilimlendiruv imkoniyatlarini natijali foydalanmoqda. Bu bolsa tinglovchilarning teoriyalik bilimlerini amaliyot bilan uyushtiruv, erkin fikrlov ham innovatsiyalik qatnashlarda rivojlantirishga xizmat etmoqda. Bu lajlar uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurslarining sapasini arttirish, pedagog kadrlarning professional potensialini yuqorilatuv ham bilimlendiruv sistemasining turaqli rivojlanishini ta'minlauga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Ministerlar Kabinetining 2024-yil 20-dekabrdagi Mektepke Şekengi ham mektep bilimlendiruv xizmatkerlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish sistemasini жетілдіру haqqındagi 867-sonli qarori tekanida 2025-yil yanvar oyidan boshlab 100 soatlik o'quv бағдарламасы tekanida kategoriyaga bo'lib o'qituv eнгizildi. O'zbekiston Respublikasi Mektepke Şekengi va mektep bilimlendiruv ministrining 2025-yil 5-dekabrdagi 426-sonli buyrug'i tekanida pedagogik shebirlik o'rayimizda 2026-yil o'quv uchun qaniygeligini arttırуу kurslarining rejasi 36 бағдар bo'yicha 371 toparda 930 tinglovchi etib belgilangan. Sondan birinchi ham yuqori kategoriyalar 1804, qaniyga ham ikkinchi kategoriyalar 776 tinglovchini quraydi. Sondan yanvar oyida 100 soatlik o'quv rejasi tekanida jami 37 topar cho'qimlashtirib belgilangan reja bo'yicha 939 tinglovchi o'rnida 976 tinglovchi qabul etilib 103.9% ga o'rinlandi. Ayrim sebeplarga ham densoqlig'iga bog'liq saboqlardan qatnashmagan 42 tinglovchilar qatoridan chiqarildi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.